Chiqdi nabiy it kunida, hayit namoz o'qigali. O'ynashardi yosh bolalar, shodu hurram galmagali. Bir bolakay yig'lar edi, yuzi soliq ko'zida yosh. Holatini ko'rsa hatto dod devorardi bag'ri tosh. So'rdi nabiy nedir bolam, ko'zdagi jolang sababi? Dedi murg'ak shahid otam, ayni shu nolam sababi. Nabiy bilan g'azot qilib jannat sari ketdi otam. Ne qilayki taqdir ekan, boshqa yerga tegdi onam. O'gay ota oldi uyam, merosimni qildi tamom. Hayitga yo'q bir butkiyam, hatto yemakka yo'q